2025-yilning 5-mart oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Milliy Kengashi, Korrupsiyaga qarshi Milliy Kengashiga qilingan murojaatdan so'ng albatta sohada har bir davlat tashkiloti, davlat organlarida korrupsiya holatlarini oqibati bilan emas, balki ularni keltirib chiqarayotgan sabab va shart-sharoitlarni, preventiv choralarni joriy etish bo'yicha bir qator komplekslar boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi deganda bu kichkina jamoa emas, balki kichkina kontingent emas, o'zida bugungi kunda 600 mingdan ortiq tibbiyot xodimini, o'rta tibbiyot xodimini qamrab olgan va bir o'rinda shuni ham aytish kerak, 38 million aholiga bevosita tunu kun xizmat ko'rsatadigan soha hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, birinchi o'rinda compliance xizmatining asosiy vazifalaridan biri tuzilmani yangi shaklda qayta tashkil qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligi tarixida ilk marotaba hududiy sog'liqni saqlash vazirligi boshqarmalarida, shu jumladan tizim tashkilotlari, ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlarida va tizim tashkilotlarida alohida shtat birliklari asosida korrupsiyaga qarshi kurashishga mas'ul bo'lgan lavozim tashkil qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligida 12.03 korrupsiya holatlari haqida tezkor xabar berishga mo'ljallangan, ya'ni kol markazi deymiz, 12.03 shakldagi kol markazida ishga tushirdik. Sog'liqni saqlash vazirligi tizim tashkilotlarida bugungi kunda boshqaruv samaradorligi agentligini Argus.uz platformali, ya'ni ochiq tanlov orqali o'tkazadigan mexanizm joriy qilindi. Yana bir masalaga urg'u berishimiz kerak. Bu ham o'sha uzoq yillardan buyon yechilmagan muammolardan biri. Albatta sog'liqni saqlash tizimi jamoa katta bo'lgandan keyin bu yerda o'sha jamoa o'rtasidagi manfaat to'qnashuv holatlari yillar davomida saqlanib qolingan. Huquqiy eksperiment davomida mana 1280 ta iqtisodiy yo'nalishdagi manfaat to'qnashuv holatlari aniqlandi va bartaraf etildi. 2026-yilning 1-iyundan boshlab hatto shu tizimni ham joriy qildik biz. Har bir rahbar tuman tibbiyot birlashmasi, o'sha viloyat muassasasi rahbari lavozimga tayinlayotganda ilk marotaba o'zini o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturini ham taqdim etadigan vazirlikka tizim qildik. Ya'ni ma'lum bir ma'noda u ham o'sha rahbarda ongida, ishida, faoliyatda, strategiyasida ta'sir qiladigan masalalardan biri bo'lib qoladi. Eksperiment doirasida yana bir e'tirof etiladigan yutuqlardan biri shuni ham aytishimiz kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyati va tizim tashkiloti rahbarlari, hududiy boshqarma, tuman tibbiyot birlashma rahbarlarini o'sha jamoatchilikka korrupsiyani oldini olish bo'yicha ilk marotaba murojaatlar qabul qilinish amaliyoti joriy qilindi. Misol uchun kuni kecha ko'rgan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda sog'liqni saqlash vazirini butun jamoatchilikka, sog'liqni saqlash vazirligi xodimlariga va umuman O'zbekiston xalqiga sohada korrupsiyaviy holatlarni oldini olishga qaratilgan maxsus murojaat e'lon qilindi. Compliance nazorat tizimining kelgusidagi vazifalari bu sog'liqni saqlash tizimida boya yuqorida aytib o'tilgan yuqori yo'nalishlarda korrupsiyani oldini olish bilan birgalikda bosqichma-bosqich soha korrupsiya yuqori saqlanib qolayotgan sohalarni to'liq raqamlashtirish. Boya aytganimizdek, Demet tizimini to'liq pastgacha tushirish yoki bo'lmasa o'sha moliyaviy xavflarni aniqlaydigan o'sha platformalarni to'liq joriy qilish, compliance nazorat tizimini asosiy bugungi kundagi vazifasi birlamchi tibbiyotda maishiy korrupsiyani yo'qotish va asosiy masala korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan yo'nalishlarda raqamlashtirilgan nazorat tizimini joriy qilish hisoblanadi.